Hurmatli obunachilar, yaratgan Robbim avvalambor hammani yo'lini ochiq qilsin. Qaranglar, hozir bitta uy syomka qilamiz desak, ikkinchi uyimiz keladi. Ikkinchi uy syomka qilamiz desak, uchinchi uy shu joyda o'zidan syomkaga chiqadi. Faqat domi boshqa. Aynan hozir yana bitta uy taklif qilamiz sizlarga. 3 xonalik, 3-etaj, 80 metr kvadratdan iborat. Narxi 68 ming dollar so'rayaptilar. Faqat naqd pul evaziga xarid qilasizlar. Domimiz tashqi fasad ana bu bo'ladi. Bitta ko'ringlar va baho beringlar. Tashqi fasadga gap bo'lishi mumkin emas. Parkovkalarni ko'ryapsizlar, har bitta mashina uchun parkovka qo'yilgan. Endi albatta ko'pirtirish emas, qo'ni qo'shnilar kelishib, o'zlaring bo'lishib olasizlar. Ko'ryapsizlar, ana yerda quyosh batareyalarini ham ustunovka qilib qo'yganlar. Hurmatli obunachilar, eng asosiysi domimiz vod bo'lgan, sразу notarius bo'ladi. Manzil Buxoroning qoq markazi, ya'ni yuragi. Kriti Renikda joylashgan. 3 xonali 3-etaj. Lift bormi, yo'qmi demaysiz. Ayoz bilan chiqib ketaveradi. Jigarjon, bizani mehnatimiz qadrlash bitta imkoniyatda like va obuna bo'lish. Kommentariyada esa o'z fikrlaring bemalol bomba qilib ko'rsatinglar. Nimagaki uy egalari o'zlari ham bizning kanalga obuna bo'lganlar. Salgina boshqalariga nagruzka berib qo'yamiz. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon. Sizlardan ketadigan narsa shu, kommentariya faqat. Jigarjon, keling birgalikda ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, aytganimizdek 3-etajda liftimiz ham ishlab turibdi. Ana 3-etajga chiqib oldik. Liftimiz 8 kilolik lift. Hech qanaqa nagruzkasiz ishlab turibdi. Endi ko'rasizlar, podest qismi ham juda ham keng va katta, podest qismi ham juda ham zo'r ekan. Narxi bilmadim, arziydimi, arzimaydi, hozir video davomida ko'ramiz va baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hurmatli obunachilar, kvartiramizni ichki obzorini boshlaymiz. Kirganimizdan juda ham keng va katta bo'lgan перевозчик qism, перевозчик shkaf uchun joy juda ham yetarli darajada. Ayoqdagi laminat просто gap yo'q, juda ham yoqdi meni o'zimga. Aboylar ham eng oxirgi dizaynerdagi aboylardan yopishtirilgan super bo'lish aboylar. Elektr montaji 4 yevro montaj qilingan, ham joyda dekorativ ishlovlar berilgan ekan. Chiroyli chiqdi. Yaxshi kuniga inshaalloh xizmat qilsin. Birinchi xonamiz. Ya'ni spalni xonamiz. Spalni xonamiz ham ko'z tegmasin, aboylarga gap yo'q degan. Rostakamiga yoqdi meni o'zimga. Ana joyda chiroyligina garderobni yaratib olish mumkin. Oynalar Akoplas, ko'rasizlar. Lokatsiyasi juda ham zo'r joy. Lokatsiyasi gap bo'lishi mumkin emas. Elektr montaji to'liq yevro montaj qilingan. Eshiklarimiz ham bunaqa rossiyskiy MDF eshiklar qo'yilgan ekan. Xo'p, ana bu joyda alohida bo'lgan sanzor qismlar adashmasam, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rasizlar, patolka kafil qilingan. Ana bu sanzor qismiga bitta baho beringlar-chi. Albatta, gap bo'lishi mumkin emas. Jigarjon, agar niyat qilgan bo'lsangiz, inshaalloh yozib qo'ying, sizga nasib qiladi. Ana bu joy zali. Zaliga nima deysizlar? Ustakalarimiz qo'llar dard ko'rmasa, dush ishlangan. Juda ham chiroyli dekorativ ishlovlar berilgan, chiroyli televizor bo'lish imkoniyatiga egasizlar. Konditsioner joylarni tashab ketganlar, devorlarda super bo'lish qo'y. Pardalar esa turetsiz pardalar qo'yilgan. Tepa qismi gipsga bilan yog'ilgan, natijali qilingan. Oxirgi pasmondagi va oxirgi modadagi remont bo'lib ekan. Proyektni ko'ryapsizlar, 1,5 taraflama, lekin bitta xonasi ana bu joyi ichma-ich bo'lib qolibdi ekan. Ana bu joyi kichkintoylarimiz yotoqxonasi, kattalari yotoqxonasi, buni sizlar hal qilasizlar. Menga rosa ham yoqdi, rosa kam aytaman. Men o'zimga shaxsan yoqdi. Remont juda ham zo'r chiqqan. Puliga arziydimi, arzimadimi bilmadim. Narxi 68 ming dollar so'raladi. Agar buni albatta sizlar hal qilasizlar. Hurmatli mijozlarimiz, ana bu joyda kuxnyasi. Kuxnyasi ham ko'ryapsizlar, kuxnya garniturnlari jihozlangan, настольный gaz plita qo'yilgan, energetikalar bilan birgalikda jigarlar. Ana bu joyda stиральный mashinalarni joylarga tashib o'tganlar. Ana bu joyda balkon bo'lgan, balkonni ham yo'q bo'libdilar. Duxkonturli kotyorlarni olib kelib qo'yganlar, ustunovka qilib beradilar. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Aytib o'tganimizdek. Xo'p, manzilda aytsak, manzil Buxoro shahar, Kriti Renik deysizlar, 8 qavatli Novostroyka domi. 3-qavatli 3 xonalik 80 metr kvadratdan iborat bo'lgan xonadonni obzor qilib o'tdik. Remontini ko'rdingiz, ko'zingiz bilan yana kelib ko'raman desangiz, bemalol pastda nomer qoldirganmiz, bog'lanishlari mumkin. Jigarim, yoqqan bo'lsa like, obuna bo'lishingiz sizdan chiqmasa, kommentar ham bomba qilib portlating.